Salom qaroylar, sizlar bilan har doim kutaman Zero. Bugungi videomizda Special Force Group 2 emas, aksincha Minecraft faqat original emas, yangi skinchada o'ynamasa qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu mening birinchi Minecraft videom demayman uni. Menimcha anchadan beri sizlar kutotdinglar. Minecraftga qayting, lichkamga ko'p marta yozinglar. Har xil guruhlardan "Voy Zero ekan" deb, "Assalomu alaykum" deb, "Qachon Minecraftga qaytasiz" deb so'rayotganlar topiladi. Afsuski Special Force Group 2 da biz afsuski video ololmaymiz. Chunki zaps yoqilmayapti. O'shaning uchun faqat shunaqa o'yinlarda yoqiladi. O'shaning uchun Special Force Group 2 ni o'chirib, Craftsman o'yinini tortib, sizlar bilan maza qilib Adin Block o'ynaymiz. Video boshlashdan oldin o'z layklaringizni ayamasdan bosib va obunalarni bombalatib tashinglar. Qani bo'lmasa videoga boshlaylik. Xo'sh qaroylar, endi esa bu Adin Blockda men juda ham ko'p ishlar qilib qo'yganman. Bu yerda ferma qilmoqchi edim. Endi esa ferma qilishdan bosh tortib qoldim. Chunki degan tarafi bor. Biz hali katta nima desam bo'lmadi, ovozni pasaytirib. Xo'sh, bolalar, o'zingizlar yaxshimi? Bo'lyapsizlarmi? Beshni olib kelyapsizlarmi maktablardan? Menda ham tinch, endi qochib tur. Endi menda ham tinch. O'zingizlar-chi? Mazami, ishlar tozami? Mani ko'pchilik o'rtoqlarim kuzatarkan, sinfdoshlarim va o'rtoqlarimga chin ko'ngildan salom. Salom. Sandwich rettasi nima bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ramiz. Endi esa bu daraxtchani chopib olamiz. Ungacha sizlar like bosishga urgulasizlar. Qani bo'lsa sinovimizni boshladik. Agar shu daraxtni chopib bo'lganimcha like bossanglar, haqiqiy muji bo'lasizlar. Agar bosmaganlar 3 ta harf. Bildinglar, o'zi 3 ta harf. Mana bu narsalarni olib tashlab chuq qilamiz ekanmiz. Tez o'stirish uchun bizga kukun kerak bo'ladi. Albatta kukunlar kerak bo'ladi. Va sunduqchamizda yo'q. Mana bu meniki. Birini ko'proq toshli narsalarni qilib, phase 1 ni tugatib, phase 2 ga o'tish kerak. Sizlarga aytsam, nega shoshilyapsan desanglar, shoshilmayapman. Men oddiy sizlarga yaxshi bo'lsin deb harakat qilyapman. 4 ta tuxumni agar shunisidan jo'ja chiqsa, like bosasizlar. Qani bo'lmasa go! Bitta aytdim. Birinchisi yerga tushmadi, ikkinchisi what the fuck? Mana, endi like bosinglar. Endi kod bo'lmaydi, jigarlar. Endi kod bo'lmaydi endi. Endi kod bo'lsa endi nima bo'ladi endi. Qaranglar, yarimiga qilamiz. Nima desam, yarimiga ferma quramiz, yarimiga boshqa baliq quramiz. Gucci stilda bo'ladi. Gucci, bilmaganlar bilib qo'ysin, Gucci stilda bo'ladi. Yoki Adidas stilda bo'ladi. Mening farqi qaysi brend yaxshi ko'rasizlar? O'z fikringizni kommentariyada biz kutamiz. Yozmagan 3 ta harf, yozgan esa addushi. Nima bunda ko'p desanglar, ko'p maqsadga qo'yib. Xo'sh, biz ko'p bunaqa yer narsalarni qilib tezroq tugatmoqchiman. Mana shuni. Menimcha yarim soat vaqtim shuning uchun o'tib ketdi. Hamma blok sindir qo'y. Va albatta bizning qo'y fermamiz. Qo'ymas, endi hamma narsani tiqaveramiz. Qo'y bo'ladimi, boshqa balobatlar bo'ladimi? Albatta hammasini tiqib tashlaymiz. Va addushi daraxt kerak, ko'p daraxt kerak.
daraxt kerak desanglar, mana bunaqa panjaralardan yasash kerak yana ko'proq. Va albattaga men bu yarmini sunduqli joyga qilamiz. Buni yurish uchun qilamiz. Gucci stilda bo'ladigan umiddaman. Shu daraxtlarni qo'lda sindirib, keyin addushi bolta olamiz. Chunki boltasi menimcha ish bitmayotganga ko'rinyapti menga. Hamma har bitta qadamga taxta. O'shaning uchun sekin taxtachani yasab, sekinlik bilan tayoqchalar yasab, oyoqcha deb qaysi jinni aytdi bilmadimmi? Aytamiz bizga farqi yo'q. Oyoqcha. O'zingizlarga yaxshimi oyoqcha demasdan sizlar bilan ko'rishimanda ham tinchlik yuribmiz-da biz. Ajoyib bolachadi. Endi 5 olib kachov bo'ladi. Nima Special Force Group 2 da video chiqmaganini aytdim. Agar aytmagan bo'lsam montajda aytaveraman. Montaj davomida aytaveraman. Endi bilmadim. Hozir aytdim kelmayapti. Nimaga tuzuqlanib, ozgincha hayajonlanib gapiraman, chunki men kasalman jiyanlar. Kasal bo'lib sizlarga kontent qo'yman. Agar bo'ldi, ya'ni nima desam, chiqarmasdan qo'ysam bo'lardi. Lekin sizlarni o'yladim deylar. Obunachilar video kutyapti deb o'yladim. Agar aktivni yaxshi qilib bersanglar, xursand bo'lardim men. Rostdan xursand bo'lardim. Menimcha aktivni qilib bera olmasanglar kerak deb o'ylayapman men. 99 plus botyu ko'p. Oyoqchali yasab tashlaymiz va albatta bunaqilardan yasab tashlaymiz va mamunlardan ham yasab tashlaymiz. Uzman buni o'zi kirib olibdi. Aqlli narsa ekan. Nima ekan aqlli? Xo'sh, ukam, seni uraymiz qaruchi. Qaruchi o'zi-o'zan bolalar bilan seni urayman. Xo'sh, bu men butga panjara o'zimiz va qo'ylarimiz va qo'li qiyshiq. Men yangi kanal ochmoqchi emasman. Sizlarni fikringlarni olib ochmoqchiman. Sizlarga qanaqa kanallar yoqadi? O'z fikringlarni yozib qoldirsanglar, shunaqa kanal ochishga harakat qilaman. Rostdan harakat qilaman. Keyin u kanalni sotamizmi, sotmaymizmi, xudo biladi. Bizda kam daraxt qolibdi. Menimcha yo'q. Faqat tayoqcha qolmabdi. Bunday yasab, keyin mana bunday yasaveramiz. Menimcha 3 ta katayli joy qo'ygan desam va jinnibek. Ortiqchasini tashlaveramiz. Bizga musorlar kerak emas. Unaqa musor demaymiz-ku, kerak emas. Voy, bitta ortiqcha ekan, voy. O'sha ortiqcha mayli. Nima desam, like bosinglar albatta. Like kerak. Agar shu bittasidan juda olsa, like bosasizlar albatta. Cho'q. Menimcha aytdim. Xo'sh, videomizni oxiriga yetkazib, keyin devonni tashkil qilaveramiz. Shu orolchani kattalashtirib, necha yuzta blok bo'lsa, o'shancha ko'p qilib yuboramiz. Bloklarni qazishni boshlaymiz, qochib tur. Xo'sh, bizga mol tushdi va qarchi mana bunaqa kalila ke
Ke mana qiraqqa ke o'lib qolsang ham ke mana qiraqqa ke. What the fuck? Yana keldim. Voy kelmabdi. To'xta. Kiramiz. Keyin hammamiz ketamiz. O'shman bu endi kerak emas ekan. Shuncha payt kelish kerak-da endi. Osh, mana bundoq qilib uts va qansa? Uts ana ya, onun kerak bo'lsa. Ana yangi bolacha tug'ildi. Osh. Endi molchalarni olib kira olamiz. Fermamizga tushib, mana menimcha shundan kelardi. Shunday qilib. Xo'sh, endi bularni ko'paytirish ishlarini boshlaymiz. Nima o'zingga ovqat yasamayapsan desanglar, men hayvonlar yaxshi ko'raman lekin. What the fuck? Nima edi bu? Ke. Bu nima qotdi? Voy, jinni. Voy, jinnimek. What the fuck? What? Qız. Tovuqim yashnarsa qilma. Bo'ldi. Tovuq yash bola qilma. Tovuqimga turrog'i. Chunki men tovuqim. Ko'paytirish ishlarini yana boshlaymiz. Xo'sh. Yemishlarmi? Nima yemishlar? Katta bu. Va ana senga kerak bo'lsa, chut qochib tur. What the fuck? What the? Mana kesin. Burnim oqyapti-da. Xo'sh. Mana qaki Andijon chashma baliqdan beraman. Sen Yo'q, jinni, kir. What the fucking baby, bro? What the fuck? Mana qakisin. Why? Yeah. What the fuck? Qanisan sen? Sim ochil. Ana o'ling. Sen esa endi shapalaqdan yesin. Sen nima ketasan bilmayman. Bo'ldi. Kam minutli bo'ladi. Pastga o'tirdim. Sorry, please. Please surprise dedi. Please surprise. Iltimos obuna bo'linglar. 200 ta blokdan keyin tugatamiz yerlar. 200 ta bo'ldi. Endi bu yerga narsalarimizni joylaymiz. Xo'sh. Menimcha ko'p narsamiz yo'q. Ko'p narsamiz emas. Ya'ni hozir men shu hammasini olib, keyin zapisda yoqaman. Xo'sh, birodar. What the fuck? Yana keldim ekan. Jamila qo'ydik. Sim. Ha, ko'rasizlar, parkour, Roman crazy. Ishtirok etadi. Ko'rdinglarmi? Fint. Bular hayron, zombiyaga hayron. Bu original Minecraft emas, aytib o'tganimdek. Xo'sh, kelinglar. Men sizlar uchun taktika galaktika deganlardek
itar. Yo'q. What? Ikkita o'zinglarim, bitta o'zinglarim mayli, ikkita olib kelishga balo bormi? Ko'rasizlar, Andijoncha shapadan beraveribman-ku. Bitta jonqoldi. Hamma narsani endi ko'chirib o'tamiz. Oh yeah. Jiyalar shkalat bo'ldi, shkalat. Bizga farq shu, saat tarafga qilmasdan ham hisob tashlasak bo'laveradi. To'g'rimi? Yoki bo'lmaydi. Hay farq shu. Rovna bo'ldi. Hozir what the fucking baby bro. Stras. Hop qolamiz. Ulgurdim. Kuylar. Hozir men pauza qilib, albatta xayrlashamiz jigarlar. Hamma xayr bolalar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Men yangi skinda, yangi comebackda, yangi kanal emas, yangi One Blockda o'ynadim. Shu videoda emas. Tezroq video chiqishini xohlasanglar, albatta like va obuna va do'stlaringizga ulashib, fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Bu biz uchun juda ham muhim. Xo'sh, keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Let's go bolalar. Like bosinglar.